Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, avgust, iyun oylarida umra narxlari qanaqa bo'layapti deganlar videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, Hikmat Travel'ga Abdug'affor akam oldilariga kelganmiz. To'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum Abdug'affor aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum obunachilarimiz. Abdug'affor aka, xudo xolasa videoda boshidan odamlarni qiziqtirgan narxlar bo'yicha ma'lumot bersa aka, inshaalloh qaysi oylarga, qaysi sanalarga narxlarimiz qanaqa bo'lyapti aka? Xo'p, Mahmudjon, narxlarimiz $1035 qilib berdik. Xudo xolasa. Chislolarga keladigan bo'lsak, Toshkentdan iyun oyiga 19-kundan 30-gacha deyarli har kuni bor. 19-iyundan 30-iyungacha har kuni bor. Toshkent Jidda. Toshkent Jidda Primoy reys. Xo'p, endi Farg'ona ham Farg'ona Jidda bo'ladi, u ham Primoy reys bo'ladi. 19-iyunga bor, 23-iyunga bor, 26ga bor, 29ga bor. Bu iyun oyiga. Keyin bu iyulda yoki avgust oyiga ham boraman deydiganlarga bemalol qabul qilaveramiz. Oldindan joylarni bron qilsa bo'ladi. Bo'laveradi. Misol qaysi sanalari bor Abdug'affor aka? Sanalari har masalan xuddi shunaqa chislolarga olaveramiz. Farqi yo'q. Libro sanalariga bor. Misol sanalari sizda bor, o'zi telefon qilsa ma'lumotlarni beraverasiz. Qaysi oyda aytsa, shunga qarab chislolarni bilib beramiz. Xudo xolasa chislosidan muammo yo'q. Oldindan joylarni bron qilib qo'yishsa aka, afzalliklari nima bo'ladi? Misol ertaga narx o'zgarib oshib qolsa qo'shib berishadimi? Yo'q. Shu zakolatni berib, joylarni bron qilishgan bo'lsa bo'ldi. Shu narxdan o'zgarmaydi. Shu narxda uchib ketishadi, xudo xolasa. Shunda iyul, avgust oylarining ham narxi $1035 bo'ladi. Shu narxdan. Shu narxda bo'ladi. O'zgarsa ham shu narx. Yo'q, o'zgarsa ham narx oshib ketdi deylik. Yo'q, bizda oshmaydi. Shu narxda olib ketishgan. Nimaiki ular joylarni bron qilib bo'lishgan bo'ladi. Tushunarli. Lekin o'sha aytishgan chislolardan bir kun oldiga, bir kun orqaga bo'lib qolishi mumkin. Lekin iloji boricha o'zlarini xohlagan chislolarga qilib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa. Endi aka, ziyoratchilarimizga qanaqangi sharoitlar tayyorlangan aka? Xo'p, Madinada asosiy gastinisadan boshlaylik bo'lmasa. Madinada Divan al-Hijra gastinitsamiz 200 metr uzoqligi. Xudo xolasa. Makkada Sama al-Misk 800 metr gastinitsamiz uzoqligi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Madina Munavvarada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz va Qizil dengiz sayohati ham o'z ichiga oladi. 50 bosh xizmatlari qanaqa? 50 bosh xizmati xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa keladi inshaalloh. Xudo xolasa. Aeroportda nimalar taqdim etiladi aka? Xo'p, aeroportda kamzil, sumka, bejik va vizalarni chiqarib beramiz qo'llariga. Xudo xolasa. Endi Abdug'affor aka narxlarni aytdik, sharoitlarni tanishtirdik. Odamlar ofisga bormoqchi bo'lsa, ofislarda manzili bo'yicha ham bir ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, ofisga kelib, yuzma-yuz ko'rishib, to'liq qilaman deydiganlarga ofislarimiz Andijonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor. Respublikamizda 3 xil viloyatlar bor. Bundan tashqari endi ofislarni manzili to'g'ri kelmasa, onlayn joy bron qilamiz deganlarga qanaqa sharoitlar bor aka? Bu ham bo'laveradi. Mana shu qo'ygan nomerlarimizda WhatsApp, Telegram bor. Aloqaga chiqib, pasportlarni tashlashsa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Bemalol uchib ketishaveradi. Onlayn ham joylarni bron qilsa bo'ladi. Yoki odamlarning o'zim ko'rishib, yuzma-yuz ko'rib, keyin to'lov qilaman deydi-ku. Shunaqa odamlarga xolasa ofisga kelsin. Xolasa yo'q, menga uzoqlik qiladi deydiganlarga onlayn ham joylarni bron qilaveramiz. Xudo xolasa. Abdug'affor aka 5 kishi, 6 kishi, 7 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'lganlarga narxdan oz-moz skidkalari ham bo'ladimi aka? Qilib beramiz. 5 dan ortiq odam boradigan bo'lib qolsa, yana jinday skidkasi bor, qilib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa hamkorlikda ishlaymiz deganlarga ham chiroyli sharoitlar qilamiz aka. Qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishaversin, shu nomerimiz har doim yoniq. Xudo xolasa ekrandagi raqamli Abdug'affor akaning nomerlari bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana shunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimizga bittadan like bosib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.